sotiladigan uy bormi? Ha, bor. Alikolarning to'g'risidagi. O'shami? Ha. Shular. Aka, nechinchi qavatlardan bor? Kvadrati nechi pul? 5 qavatdan bu. 5-qavatdan? Ha. Tushunarli. Kvadrati nechi pul? 6 million. G'ijdondagi dom qurilishi nima bo'ldi? Gulchehra to'yxonani to'g'risidagi dom qurilishi nima bo'ldi deb savol ko'p berishyapti. Men bularga hozir video tariqasida javob berishga qaror qildim. Bu ko'p qavatli turar joy majmuasi Buxoro viloyat sudlarining qarori bilan noqonuniy deb topilgan va bularga berilgan ruxsatnoma noqonuniyligi sabab bekor qilinib, qurilish batamom to'xtatilgan 2025-yil boshidan buyon. Xo'p, bular yo'q uyni sotishda yana davom etyapti. Bugun 19-noyabr men shaxsan o'zim reklamaga qo'yilgan telefonlarga telefon qilib, uy sotib olmoqchi edim. Uy bormi desam, kvadrati necha puldan desam, kvadratini 6 million so'mdan 5-qavatdan uy qolgan deb aytishyapti. Tasavvur qilasizlarmi, bu yerda 5-qavat bormi? Bu hozir noyabr oyi, yilni boshida bu qurilish noqonuniyligi sabab to'xtatilgan bu qurilish. Bu yerda uy yo'q. Bunga berilgan ruxsatnomalar ham noqonuniy, hujjatda ham yo'q. O'zi bu yerda uy ham qurilmagan. Qanaqasiga sizlar 5-qavatdan uy sotasizlar? Uy sotaman deb aytyapsizlar. Investitsiya shartnomasi orqali ham demayapsizlar, uy sotaman deyapsizlar. Va baraka topkurlar, sizlar orqangizda kim turibdi? O'zi sizlarga yo'q uy uchun, mana bu yerda yo'q uy uchun pul to'lagan fuqarolar yig'lab yuribdi, hali ham pulini ola olmay. Sizlarning orqangizda kimdir turibdimi? G'ijdon tuman rahbarlarimi, viloyat rahbarlarimi kim turibdi sizlar orqangizda? Kalla qay darajada katta bo'lish kerak? Hech narsasi yo'q. Sudlar bekor qilib tashlagan, qurilish mumkin bo'lmagan joydan uy sotish uchun qanchalik darajaga risk qilish kerak odam, tushunmayapman men. Sizlar fuqarolarni aldashda davom etyapsizlarmi? Bu yerda meni fikrim, men yuristman. Bu yerda Jinoyat kodeksi 118-moddasi 4-qismida alomatlari bor deb hisoblayman men. Nimaga buni G'ijdon tuman prokuraturasi, Buxoro viloyat prokuraturasi ko'rib chiqmayapti? Bu yerda tarkib yo'q emasmi? Yo'q uyni sotaman deyish sud qarori bilan yilni boshida bekor bo'lib ketgan. Bugun 19-noyabrda men telefon qilsam, uy sotiladi, 5-qavatdan uy bor deyapti. Qolgan qavatlar sotilgan ekan. Va baraka topkurlar, nima qilasizlar sizlar? Odamlarni aldashda davom etyapsizlarmi? Hozir men sizlarga uyga pul to'lasam, sizlar menga uyni qanaqa qilib topshirasizlar? Bu uyda o'zi hujjati bo'lmasa, sud orqali bekor bo'lib ketgan bo'lsa, qanaqa qilib sizlar bu bunaqa risk qilasizlar? Kimgadir ishonyapsizlarmi sizlar? Mana, bu yerda uy yo'q, mana, umuman uy yo'q. Bu yerda hujjatda ham, o'zi ham uy yo'q, lekin 5-qavatdan uy sotishyapti. Bu firibgarlik emasmi? Men firibgarlik deb hisoblayman. Nimaga bunga viloyat tuman rahbarlari ko'z yumyapti? O'zi sizlarga pul bergan odamlar qanaqa pulim olsam ekan deb o'ylab yuribdi. Nechtasi menga aloqaga chiqdi? O'zim men telefon qilyapman, 5-etajdan 6 million so'mdan kvadrati bor deyapti. Mana zaps. O'zingizlar eshitdinglar. Hayronman. Men shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga murojaat qilaman. Ushbu holatni nazoratga olib, quruvchini xatti-harakatlariga huquqiy baho berishingizni so'rab qolaman. Sababi bu yerda uy yo'q. Bu yerda umuman uy yo'q, hujjatda ham yo'q, sud orqali bekor bo'lgan. Hamma biladi, bu bo'yicha video ham chiqqan. Video chiqqandan keyin bekor bo'lgan bu yerlar. Lekin yana quruvchi binodan uy sotishda davom etyapti.